yer sotib ol. U endi ishlab chiqarilmaydi. Inson rivojlanishdan to'xtagan kuni o'ladi. Dafn etish marosimi esa shunchaki rasmiyatchilik. Pulni yig'ma, uni investitsiya qil. Pullaringni harakat oqimiga qo'y. Har bir tangani ishlashga majbur qil. Shunda u o'zini daladagi qo'zalar kabi ko'paytiradi. Kishi xatolarni tan olishga qodir bo'lishi, xatolardan foyda qiladigan darajada aqlli bo'lishi va ularni to'g'rilay oladigan darajada kuchli bo'lishi lozim. O'z ishingni ustasi bo'l. Shunda pul haqida qayg'urishingga hojat qolmaydi. Kuchli tomonlaringni rivojlantir. Donolik va mahoratga ega bo'lish uchun turli sohalarda bilim o'zlashtir.